Do'stlar, sizlar bilan Dream Mini. Bugun biz ikkinchi videomiz, ya'ni o'sha videoga tushamiz. Bizning maqsadimiz full temir bronya yasash bo'lgan. Hozir nastroykadan to'g'rilab olay. O'xshamadimi? Ha. Bo'ldi. Hozir biz full temir bronya emasmiz. Hay Galim, maqsadimiz o'lmaslik. Galim chaqirib oldim men. Bloklardan tepaga qurinamiz. 4 blok yetadi degan umiddaman. Bizga daraxt kerak. Nosh, blogimiz bormi? Blog bor ekan. Xo'sh. Bugungi maqsadimiz bizning sehrlash stoli yasash. Yo'q, sehrlash stoli bo'lmaydi. Yo'q. Bugungi maqsadimiz maqsad qo'ymaylik. Выживание o'zi yetadi. Uyga chiqib olmasak hozir managa zaryadkim qoldi. Temir galim agritsa qiladi bizga. Mana maki dedim. Uch blokmi? Makapka. Sekin astalik bilan. Mana shunday uramiz. Tapor ko'proq oladi shuning uchun. Qayta bosak. Bu temir galimning biz bitta udarda yo'q ketamiz. Bizga daraxt kerak, daraxt ham olamiz va nechta temirimiz bor? 5 ta. Yo'q. Ishni yasash uchun bizga 5 ta yetmaydi, 6 ta. Ha. Buyda nima bo'ldi? Ha, buyda creeper portlagan. Yo'q, bugungi maqsad uy qurish qo'yik. Ha, uy qurish. Bug bo'lyapti, o'yinimiz qotyapti. Uy qurish uchun kerak bo'ladigan narsalarni olaman. Xo'sh. Bizga ko'p daraxt kerak. Daraxtning eng tez ko'lish, ya'ni olish usuli mana tepangizga qurinib ketasiz. Xo'sh. Avvalambor kanalimga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Sizlarga aytdim, agar 100 ta mana shu birinchi qism bilan ikkinchi qismga 100 tadan like bo'lsa, Denius degan youtuber bilan video olaman. Xo'sh,
shu daraxtdan olyapmiz. Shu daraxtlar yetadimi yo'qmi, bizga tosh ham kerak. Mana shunday, yetarkan 47 ta daraxt. Hozir deyarli bir stakka chiqaramiz. Bir stakka chiqdi o'zi. Bir stakka oshdi. Demak, bizlar uyda mana shu atrofga qurmoqchiman. Bu suvni yopib qo'ysak. Kerak emas. Qani unda boshladik. Uyimiz mashinam bo'ladi. Xo'sh. Shu bloklar yetadi. Blok yetib qoldi. Mana bu bloklarni olib tashlasak. O'rniga boshqa qo'yamiz hozir. Mana uni bu yoqqa. Mana bu yoqqa qo'ysak. Hozir bizga ichiga qo'yish uchun tosh kerak. Toshni qaydan olamiz? Mana jechillarning tayyor uylari. Jechillar uyini o'ylamayman men. Like bosib va obuna bo'ling. Iloji bo'lsa komment ham yozsangiz mayli. Xo'sh. Bu toshlar albatta yetmaydi. Uyda ichida ham olamiz shekilli. Bitta uyda yo'q qilyapmiz pulni. Chiqish. Xo'sh. Minecraftga nima bo'lyapti? Hali server ochmoqchiman. Shu serverda ochsam kirib o'ynashlaring mumkin. Bu Minecraftda server ochish uncha vashim qiyin emas. Tosh yetmadi. Tosh qaydan olamiz biz endi? Bildim. Mana bu uy turganda tayyor qolgan uylarga nima bor? Bu uyni blok sifatida ishlataman. Qishloqda biz yapman, to'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri. Desam kim ishonadi? Bizga tosh bloklar 20 ta yetsa kerak. Yana bilmadim. 17 ta yetish mumkin hozir. Yetadi. Ikki dona tosh yetmay qoldi. Hozir tun tushyapti, kravatim bor uxlashga. Ikkita toshni mana bu uydan olamiz. Mishta tunni o'tkazsakchi, nima bo'ladi? Baribir uy qadrdon. Yo'q, bizga mana bu stupenkalar ham kerak hali. Ularni ham olamiz. Bu uyga tunimizni o'tkazamiz. Bu temir blok yo'q. Uyimiz hozir nima bu qanaqa bak? Bu qanaqa bak? Menga tushuntirib bera olasizmi?
Короче, men bilmadim. Uyimiz bu tomondamizda. O golem. Voy, yugurolmay qoldik. Cho'chqani urib o'tirmaymiz. O'zimizda tayyor ovqat bor. Va uy qurilishini boshladik. 4 blok yetsa kerak. Yo, beylarda nimaga bundan qilyapmiz? Xato ketdi. Zo'r. Aldık. Mana bu yerdan. Turbo qo'yganman. Voy. Va biz bu bloklarni maydonlab olamiz. Va o'tiramizda uyda qurilishini boshlaymiz. Afsuski uyda bitira olmaymiz ekan. Vaqtimiz ham tugab boryapti do'stlar. Mana mening qo'limdan kelgancha qurgan uyim. Birga blok qo'ymadimmi? Bo'ldi. Sizlarga xayr deb qolaman. Ko'rishguncha va kanalimga obuna bo'ling, like bosing.